fuqarolar soliq to'lovlaridan qanchalik xabardor? Umuman olganda, soliq to'lovchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlar qay darajada? Shu kabi savollar bilan aholi fikrlariga yuzlanamiz. Sizningcha, soliq to'lovchilarga ko'rsatilayotgan xizmatlar qanchalik samarali? Soliq to'lovlari samarasi banklarda to'lanadilar. O'zi ko'rsatilayotgan xizmatlar qay darajada samarali? Sizni qoniqtiradimi yoki yo'q? Meni qoniqtiradi. Yaxshi menimcha. Yaxshi. Talabga javob beradi lekin. Bu darajada emas, soliq to'lovini to'laganman. Hozirgi kunda hammasi yaxshi, o'rtacha deb o'ylayman. O'rtacha. Soliq to'lovlari haqida o'zi qayerdan ma'lumot olasiz? Soliq to'lovlari haqida SMS-lar keladi, internet orqali keladi. Soliq to'lovlari haqida o'zim bilaman shunday. Hamma narsani solig'i borligi haqida, yer, mol-mulk solig'i borligi haqida. Davlat organlari va qulay mana programmalar chiqqan plyavolar o'shandan Internetdan. Soliq to'lovlarini qayerga borib to'lash qulay sizningcha? Bankka borib to'lagan. To'g'ri, telefon orqali ham qulay deydi ko'pchilik, lekin men erimay boraman. Shahar nalogga boraman. Endi o'zimiz ko'proq telefon orqali. Endi menga ko'proq telefon orqali. Telefonda o'zida uyda turib, boyagi chaqa borib yurmay, shu ovoragarchilik bo'lmaydi. Shu telefon orqali uyda turib, soliq o'z programmasidan to'layman. men bank orqali to'lashni afzal ko'raman o'zim uchun. Mobil ilovalar orqali. Ko'rib turganingizdek, fuqarolarda turlicha fikrlar. O'ylaymizki, bu kabi so'rovnomamizdan so'ng fuqarolar tomonidan aytilgan fikrlar o'z ijobiy natijasini beradi.